Hozir ajoyib narsa kuzatilyapti xalqda. Masalan, turmush o'rtog'i gul bersa, ayol kishi gulni olayotib maza qilgandan ko'ra, o'sha yerdagi mazadan ko'ra, bu gulni Instagramga qo'yayotganda ko'proq maza qiladi. Eri biron joyga ovqatlangani olib borganda o'sha ovqatni yeyotib maza qilmaydi, lekin shuni syomka qilib Instagramga qo'yganda ko'proq maza qiladi. Hatto konsertda ham bilasizmi, konsertda o'tirib, o'sha konsertni ko'rib maza qilishni o'rniga syomka qilib, konsertni ko'z-ko'z qilayotganda maza qiladi. G'alati, xuddiki haligi haqiqiy mazza bilan ko'z-ko'z namoyish qiladigan narsa aralashib ketdi. Buni zararli tomoni haqida gaplashadigan bo'lsak, biz haqiqiy, bizga hissiyot beradigan baxtni his qilmay qo'ydik. Vaqtingizni o'zingizni hayotingizni to'g'rilashga sarflang. Ana shunda haqiqiy baxtni o'zingiz yaratasiz va soxta baxtdan maftun bo'lgandan ko'ra, asli haqiqiy baxtingizdan maza qilib yashaysiz.